Salom bilan bu sizlar bilan yana o'zim. Bugungi videoda biz ko'ramiz qanchalik kuchayamiz, nezerda nimalar qilamiz. Shunaqangi katta bastion topa olamiz, juda katta bastion topa olamizmi, topa olmaymizmi? Iltimos bitta like hamda obuna bosib qo'yinglar. Bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizlar yo'qliginida biroz kuchayib qo'ydim. Mana hozir mana shunchaki nezerayt narsa topib olgandim yer ostidan, qanaqadir narsa o'ldirgandim. Bitta mobil ichidan mana shunaqa narsa chiqdi, to'qqilardim. Hozir endi men baza quryapman, chunki rosa kerak bo'lishini hamma biladi bazani. Nimaga san to'rt burchak baza qurmay qo'yavermaysan, ishing tezroq bo'ladi-ku. Seni yo'q. Men oddiy bazadan charchadim. Men kattaroq baza quraman. Qurib turibsiz, shuni mashincha qilib kavlab tashladim. Bir soatdan ko'p o'ynayapman bu yerda. Ancha resurs pak qilib tashladim. Hatto tunni o'chirib, tun qaytib bo'lmaydi endi bu yerda. Bitta mod o'rnatgandim. Shunaqa edi, tun bo'lmasligi kerak. Mod emas, Minecraft o'zi bitirasiz. Nima bo'lyapti? Spawner bormi? Spawner tezroq topishimiz kerak yoki aynan menga spawner kerak. Nimaga desanglar, mob fermasini qurmoqchiman. Daraja fermasi. Daraja kerak menga bari. Hamma biladi Minecraft eng kerak narsa daraja. Kim bizga ketdi? Mayli. Yaqinda hozir o'yin boshlandi. Yaqinda boshlangan o'zi. Mashina hozir biz men bir o'zim mashina o'yinni ba'zan kuchaytiraman. Bu yerdan biri. Shunga bitta like bosib qo'ying, iltimos. Hamma mana boz kanikulda mana qo'yat kanikulga chiqdim. Sizlar agar nechanchi sinfda bo'lsangiz kommentga yozib keting va like bosib boringlar. Sen nimaga anchadan beri video olmayapsan? Seni YouTube'dan ketib yuborgandim. Mana qaytdim bari zerikkanimda. Ba'zan yaxshi chiqadigan bo'lsa bitta like. Qaniydi fakil. Mana bitta qo'yib qo'yamiz. Endi ba'zan ikkinchi qavatini qurmasdan mana katta mazam bekirish. Mazam kirish. Borib qol kirmay. Creeper spam bo'pti obunamchilar. Mana shaqtamda ham spam bo'ladimi? Achasinikida spam bo'lsa bo'lardimi? Bu video YouTube'ga qo'yilishi uchun bir kun vaqtim ketdi. Montaj ayniqsa mana shu konni ko'plash uchun juda ko'p resurslar kondan oldim o'zi. Bu video YouTube'ga kirguncha ancha bo'l. Iltimos shu mehnatlarimiz uchun ham like bosing. Ancha PvP qilamiz. Moblar bilan birga urushamiz. Buzilib ketgan bazalarimizni to'g'rilaymiz. Ben ko'zi ko'r o'ldirib tashlashim kerak obunachilar. Aytgancha, meni yaqinda o'zimning shaxsiy telefonim bo'ladi. Bu meniki emas. iPhone 8da yangi YouTube kanal ochaman. Va shunda Robuxdan video olaman. Va biz blogga bitta joyda video olamiz. Rosa tiniq blogni topib olgandim. Real hayotda Namangan tumanida 23-maktab yaqinlarida bitta blog topib olgandik. O'rtoqlarim bilan shu blogda biroz bir kun qolish uchun ham video qachondir olarmiz. Hozir men bir jo'xani videosini ko'rib o'tiribman. Вообще motor ketyapti. Mashina kimga jo'xa yoqsa bitta like ham bosib yuboringlar. Jo'xa deb kommentga, jo'xa silla deb yozing kommentga. Mana hozircha manda chiqyapti. Cho'tkimi aytinglar, cho'tki deb kommentga yozib yuborlar. Yozinglar. Tug'ilgan kunimda o'z video olmoqchi edim, lekin biroz ishim ko'payib qolgan, ololmadim videoni. Tug'ilgan kuning qachon deb so'rasanglar, 1-iyunda tug'ilganman mezida.
Mana ba'zan qalay chiqadi hozircha mana sal noto'g'ri chiqib qolibdi. Agar men hozir Pokemon modini ham o'rnatganman, lekin nimagadir bay bo'lib ishlamayapti. Agar kim bilsa mod yoqchi, iltimos kommentga yozib yuboring, rosa kerak hozir. Qiyshiq. Men qo'lim qiyshiqda tabiiy. Nima mana qildim? To'g'ri qo'yaman deb qiyshiq qo'yaman. Hali biz bu yerda bir qancha ishlarimiz bor. Qanday qilaman bilmadim, lekin bu yerda iPhone 8 degan merga o'tkazishim kerak edi. Ish qilib hozir reklama qilmayman. Keyin dinlesh. Borun qachon chiqarib? Mashina qorong'i qo'rqib ketdim mana. Biroz vakil qo'yib ketay. Bugungi videoda maqsadimiz Bastiondan bir qancha buyumlar topib olib kelib, pingvinlar bilan savdo qilib, qandaydir mob fermasini qurishimiz kerak. Obunachilar, men YouTube'da bitta video ko'rgandim. Pingvinlardan anaqa berish mumkin ekan. Buni tekshirib ko'ramiz. Bu videoni birinchi bilan ikkinchi qismlari ham hali chiqadi. Men axir telefonda o'ynayotganim sabab Dragonni o'ldira olmayman. O'ldirsam ham anaqa rosa qiyin bo'lib qoladi. Yana borib ham bo'lmaydi. Yana nima chiqadi? Rosa katta g'or qazib ketdim men. Bir stakcha mashinaga menaqa kvart blokka o'xshagan blokdan qo'yib olsa, netherdan ham kvart olib kelamiz keyin. Biz ham mana hamma bilasizlarki, Anishoir degan bitta bloger O'zbekistonda yagona animelar, eng sifatli animelar taqdim qildi. Uni hatto ilovasi ham yaqinda tez orada chiqar ekan. Biz ham qachondir ilovamizni ishga tushiramiz. Lekin anchadan hali emas. O'ylovamizda Robloxga o'xshagan o'yinlar bo'ladi, lekin har xil o'yin. Faqat ikkita admin bo'ladi bitta o'yin uchun. Bu o'yin bir kishi boshqara olmaydi, ikki kishi boshqaradi. Rosa katta o'yin, 4000 tacha o'yin qilamiz xolos. Va o'zbek tilida bo'ladi, hech qanaqa ingliz, rus tillarida bo'lmaydi. Hamda o'zbek tilida tarjima qiladigan narsalar ham qilamiz. Yangi moblar, aynan Minecraft XD9 degan o'yinni ham yaratamiz hali. Agar YouTube kanalim yopilib ketmasa bo'ldi. Bu videoni qo'yish ham rosa qiyin bo'ladi. Nima chiqiladi? Shu joyda videoni birinchi qismini tugataymi? Mayli, sal 20 minutdan keyin videoni birinchi qismini tugatarman. Hozir kimiki desa yana bu Jo'g'ani videosini eshitib o'tirganimga shunaqa avvalga kelyapti. Tezorada biz ham mani YouTube kanalim bilan do'st sheriklarim ham bor. Hali ular YouTube'ga kelish prosta ular men jamoamda, lekin hali Chrome jamoaga qo'shilgani yo'qda, shu sabab bo'lmaydi. Bir kishi anime taklif qilsa, ikkinchisi o'yin oladi.
agar men yangi telefonimda video olsam, albatta bu YouTube kanaliga ham video joylab turaman, lekin kam bo'lib turadi obunachilar. Meni bitta o'rtog'im, qarindoshimga ham YouTube kanali bor. Unda hozir 1k obunachi bo'lgan. Lekin menda hali 1k bo'lmagan. U mendan kichkina, lekin nima menda shuncha kam obunachi? Ishi qaytda qo'ydim. Nima kabladim be? Shunchaki hozir mana sindirib turamiz vaqtinchalik. Bir stakan oq blokdan kovlab oldik. Mashinasi bilan chiqaman. Nima o'ynayotganda 1 soat bo'ldi. Shundan beri tun tushmayapti. Kelasi safar keyingi o'yinimda yoqib qo'yishim mumkin. Mob fermasini nima esam buni o'chirib qo'yding seni. Aynan agar hozir o'chirib qo'ysam, aniq tun tushadigan qilib qo'ymasam, tun tushmaydigan qilib qo'ymasam, sizlarga hozir shartta tun tushadi. 4 kuncha, 5 10 kuncha tun tushib turadi. Sizlar o'shanda 10 kun hech nima ko'ra olmay turasizlar, men ko'rib tura olaman. Ish qilib yetsin-da. Men doim oddiy korobka quraverib jonga tegdi. Shunaqa korobka ham bitta qurib ko'rayin deb qildim-da, buni mana shunaqa korobkamni ham. Qo'rqyapti hozir Minecraft'im obunachilar. Allaqancha o'yinlarim yuklangan sabab, mana shu mod sabab ancha modlar Minecraftga yuklaganman, lekin yo'qolmaganim sabab shuni qo'yib qo'ygan. Bu telefonda ko'proq qotadi Minecraft'ni, lekin tez orada qotmaydigan qilaman YouTube kanalimni ochganimda. Yangi YouTube kanalim ochilsa, albatta obunachilarim bilan challenge'lar o'tkazib turaman. Hamda sim kartam bilan donatlar qilib turaman ham, ba'zi donat yig'ib turaman ham, ba'zi stream olib turaman. Hozir stream olmayman. Bunda agar stream oladigan bo'lsam, hozir Minecraft'im paqillab uchib ketadi. 30 marta shunaqa bo'lib, bozdan Minecraft yuklab olganman. Obunachilar qarang, men hozir yaqinda YouTube kanalim ochilishi sabab nomini nima qo'yay? Telegram kanalimni ham tez orada ochaman. Shu yerda bir kun oldin chiqadigan videolar, hamma videolar 1 kun yo 4 kuncha oldin chiqib qoladi edi. Shu Telegram kanalimiz ham hali ishga tushmagan. Ommalar ishga tushsin, men aytgandaqa bo'ladi. Keyin modlar bilan o'ynab ko'ramiz. Masalan, hozirda eng mashhur horror mod nima deb ChatGPTdan so'rab ko'ring. Albatta hozirda The Verity degan mod bor Minecraftda. O'sha modda o'ynaymiz. Verity. Bizlarning Joha Black degan bitta YouTuber bor. Shu haqida bitta narsani aytayim. U Verityning ovozini o'zbek tilida tarjima qiladi, so'zlarni o'qib. Yebe, kim gul qo'yib ketdi? Kim gul qo'yib ketdi? Topsam o'lgizib o'ldiraman. Qani mob ferma qurishimiz kerak. Ishqilib bunaqa blok bo'lsin-da. Agar biz PvP sivilizatsiyasini Evo degan bitta bloger qilgan, u modmi bilmayman. Agar mod bo'lsa, tezlik bilan yuklab olaman. Hamda videoni olishimda olaman. Yesan, qayga mani ko'rdingda qochding.
Şu yoqdan ne diyor? Videonun birinchi qismi